Muhidin aka bilan o'rtamizda kelishmovchilik. Assalomu alaykum O'zbekiston. Humayun aka. To'xta. Menga davleniyasi oshib ketdimi qildi. Humayun. Men tavba qilib qasam ichmayman-da. Lekin men birovga, masalan, agar seni gapingni menga boshqasi olib kelsa ham, aka siz orqangizdan mana bunaqa dedi, mana bunaqa qildi deganda ham men ishonmasdim o'sha insonga, borku. Internetda ba'zi bir videolarni ko'rib juda ham g'alati ahvolga tushib qoldim va bu muzokaralarga, bu kelishmovchilikka nuqta qo'ymoqchiman. Xullas, avvalambor ular men bilan bir narsa bir-birimizdan ma'rifat izlab tanishmaganmiz, bir-birimizdan bir foyda ko'rmaganmiz. Boya mana Farruh ham aytdi. Nechta beraman deding? 90 ming. Olib beraman aka dedi. Menga naqd kerak emas dedim. To'g'risi, uzru so'kotganim uchun shuncha odam. Menga umuman harom narsa kerak emas dedim. Sen nima o'zingcha ikkita bo'y yutib, mana bu yerda haromni hammaga anaqa yuribsanmi? Ertaga ichida mana shu necha mingta odam kuzatyapti seni. O'zing aytib yuribsan. Men senga aytdim, "O, haromni qilmagin" desam nima deding? Men bitta senga emas, mana tepalik ukalarimga ham aytdim. Zalga, vitaminzatsiyaga, kiyim-kechagimga, mashinam kirdida qayerdan pul olay aka? Kimning hissasini kovlay? Otam pensiyani otam bilan onamdimi? Bu reklama emas. Sof savdo internet magazini 2016-yildan buyon tajribasidan o'tgan va sifati a'lo darajadagi mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz ozdiruvchi va semirtiruvchi mahsulotlar, gijjalarni yo'qotuvchi, bundan tashqari jinsiy zaiflik, prostata, urologik va ginekologik tomonlama kasalliklarga yechim, teri kasalliklari uchun yuzdagi qora dog'lar, psoriaz, vitiligo ya'ni oq dog' kabi ko'plab teridagi muammolarga yechim topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Do'stlar, o'rtadagi bo'lgan voqea esa endi bu hayotda shunaqa narsalar bo'lib turar ekan. Ertaga Xudo xolasa, men Muhidin akadan borib uzr so'rayman, egilgan boshda qilich kesmas. Men noldan emas, minuslardan chiqqan yigitman. Men kelajak avlodman va yoshlarga o'rnak bo'ladigan ishlarni qilamiz bizlar bundan keyin. Do'stlar, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, marra juda ham uzoqda, biza harakat, mehnat qilishimiz kerak. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Men yurishimni davom ettiraman. Hali zo'r bo'ladi hammasi. Qo'llab-quvvatlab turinglar. O'sha noldan emas, minuslardan, oddiy xalqdan chiqqan yigit sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringizga muhtoj. Gazini bosamiz. Bos o'zbekim. Nima edi? Qochi O'zbekiston kelyapti.